17. Makan tushunchisi. Ichida Makka yer olgan Arabiston yerim orli yer postining shakllanish jarayonida xuddi ma'lum bir qo'l tarafidan bir tor tilimidek o'z joyidan ayrilib va okeanlar bu tilimning kesishadigan girvaklariga kirib qolgandekla ikki dengiz qo'ltiqi orasidagi Aqaba va Paris qo'ltiqi cho'llar bilan qoplangan quruqliq parchasi edi. Yerim orolning sharqiy pas, g'arbi bo'lsa egizdir. Mushu holati bilan yanchi qo'yilgan bir tilim to'rt kesimini asıltıdı. Issiq yerim orolning qadaridir. Bu tuproqlarning nihoyatda oz bir qismidan boshqa yer, to'mir, osmon, misdir. Yerim orolning g'arbiy shimolini bo'ylagan dunyoning eng cho'ng cho'llaridan biri bo'lgan Bufut cho'li yotidir. Bu qum okeanidir. Cho'l yalang'och, yolg'iz va qo'rqinchli. Ismini tilga ola olmay eg'iz qurib ketadi. Cho'l sahro arablarining o'tdek issiqda haftalarcha davom qiladigan yolg'iz safarida uchirtadigan faqatli bir o'simlik bo'lsa, tikanlik hamid chatqilidan boshqa haftalarcha hech qanday bir yeshillik uchirmas. Ancha-muncha chiqqan o'tdek issiq cho'l bo'rini yo'lovchisini salqinlatish uyoqda tursin. His qilib bo'lg'ili bo'lmag'idek darajada ziynimu bor edi. Cho'l bo'rini cho'ldagi qum baraxallarini kunda 1 metr degidek dengiz to'lqiniga o'xshash o'rnidan so'raydi. Ketayotganingizda besib o'tgan to'pilikni qaytishingizda topolmasligingiz odatdagi bir ishdir. Ba'zi chog'larda chiqqan qum bo'ronlari go'yoki bir rahimsiz dengiz bo'rnidek har narsani ushirib ketadi. Cho'lda bo'ston, okeanlarda oroldir. Cho'l kemisi bo'lgan to'gilar, cho'l kapitani, qarvash badanlar, cho'l dashtining kompas yulduzlari edi. Cho'lda yashagan inson uchun eng muhim narsa yo'ldir. Yo'lini yo'qotib qo'yish hayotini yo'qotish bilan o'xshash ma'nodadir. Yo'lini tepib olish bo'lsa, hayotni qilish demakdir. Tarix guvoh bo'lgan obrazlar bu yerim orolda o'tirg'i chiqqan edi. Hammasi ma'na cho'lida yo'lini yitirgan insoniyatga to'g'ri yo'lni, ya'ni sirati mustaqimni ko'rsatib qo'ygan edi. Ularga chig'ir yo'l shariat ochgan. Ularga bütün insoniyatning rahbarlar ustida mangan yo'lni ko'rsatib qo'yishgan edi. Bularning eng beshida İbrahim alayhissalom keladi. Tavratning Takvin kitobiga qaraganda ismi qadimiy arabchada muqaddas tilak egisi ma'nosiga ega. Ram islomiy manbalarga qaraganda marhamatlik dada, Abun Rahimun ma'nosini beradigan İbrahim alayhissalom kim bilarki balkim Arabiston qurg'oq cho'lligini tashlab qo'yib Mesopotamiyaning munbat yerlariga hijrat qilgan qadimiy arab qabilalaridan biriga mansub edi. Qaldaning Ur shahrida cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, asli u yerning yerliklaridan emas edi. U yerda turolmagan cho'lning ko'chman qabilalaridan biri bo'lgan İbrahim alayhissalomning qabilasi butparast Ur podshohligiga qarshi qilgan bir kishilik din ko'rishida g'alaba qiladi. Ammo hijrat qilishga qaror qiladi. Harran yo'li bilan oldida Suriya, ondan Falastinga qarab harakat qiladi. Balisi yo'q ayoli Sara İbrahimning Misrlik zangi ayol quldan bir bola sahibi bo'lib qilishini ichiga singdirolmagan edi. İbrahim alayhissalom ilohiy ishoratlar nurida balisi va o'g'lining onasini ayolining o'chmanligidan saqlab qilish uchun Iroq diyorlarga qarab yo'lga chiqadi. Ularni akilib qo'yib qo'ygan yeri ichida faqat bir yolg'iz sarxa daraxti bor, qush ushmas, karvon kechmas qurg'oq bir vodi edi. Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmoil bilan ayolim Hojarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatlik uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Ularni shukr qilsin deb
turlik meyvelarni ularga rizq qilib bergin. 14-sura İbrahim 37-oyat. Albatta İbrahim naslini qo'yib ketgan bu va'daga tasodipan kep qolgan emas edi. U Odam alayhissalomning iziga agishib mangan edi. Barliq payg'ambarlar bir-birining izini izdiguvchilar emasmidi?